mashhur insonlarning iqtiboslari. Insonlarga hurmat ko'rsatish o'zingizga hurmat ko'rsatishning eng yaxshi yo'lidir. Konfutsius o'zingiz uchun istagan yaxshilikni boshqalar uchun ham istang. Konfutsius insonning haqiqiy qadri uning boshqalarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Albert Einstein bilimli inson kamtar bo'ladi, chunki u hali bilmagan narsalar qanchalik ko'pligini anglaydi. Sokrat bir insonni hurmat qilish butun insoniyatni hurmat qilish demakdir. Mahatma Gandhi mehr bilan aytilgan bir og'iz so'z inson hayotini o'zgartirishi mumkin. Mother Teresa insonlarga mehr bering, chunki har kim o'zining ko'rinmas kurashini boshidan kechirmoqda. Plato haqiqiy ilm insonni takabbur emas, rahmdil qiladi. Abu Rayhan al-Biruni odob ilmning eng go'zal bezagidir. Abu Nasr al-Farabi insonlarning qalbiga yo'l topish uchun avvalo ularni tushunish kerak. Ibn Sina hurmat talab qilinmaydi, u munosiblik bilan qozoniladi. Aristotel boshqalarni kamsitgan odam o'z qadrini pasaytiradi.